Assalomu alaykum, bizlarni kuzatayotgan hammaga. Bizlarni kuzatib boruvchilar yoki podpishchilarimiz orasida ko'pi kafilchilar, hurmatli usta akalar, sizlarga savoldan chiqmoqchilik, yangi obyektga tushganmiz. Bu yerda tanasi e'tiborimizni tortdi. Endi biz malarimiz, kafilchi emasmiz. Lekin shular haqidagi ahamiyat berib qoldik. Devor po'killab yotibdi, keyin mana bundoq qilsa, ko'chgan qimillaydi. Bizlar savolimiz shundan iboratki, gidroizolyatsiya surilgan, kafelli yaxshi solingan, kafellar ham bir xillari qorlar chiqib ketib, stiklari qiyshayib yotibdi. Hamma joyda emas, bir xil joylarda bor. Lekin mana shu o'ynayotibdi. Kafelkilarni ham yaxshi surilgan. Bu savolimiz shundan iboratki, nima sababdan bunaqa bo'ladi? Yoki devorda ayb bormi bu yerda, yoki kafelnikilardami, yoki kafelda o'zi hozir shunaqa chiqyaptimi? Shu savolimizga javob berib o'tib ketsanglar, hozir qurilish qilayotganlarga manfaatli video bo'lgan bo'lardi.